Bugun sizlar bilan 3 ta fe'l ko'ramiz. Birinchisi говорить, сказать. Ikkinchisi говорить, поговорить. Uchinchisi написать, написать. Говорить, сказать. Bilasizlar, говорить gaplashmoq degan ma'noda ham keladi, lekin bu yerda gapirmoq, aytmoq degan ma'noda keladi. Говорить, поговорить gaplashmoq va gaplashib bo'lmoq ma'noda. Pisать, написать yozmoq, yozib bo'lmoq degan ma'noda keladi. Xo'p, birinchi fe'limizdan boshlaymiz. Говорить и сказать. Говорить и сказать fe'li. Gapirmoq ma'noda keladi dedik. Gapirmoq. Hamda говорить plus. Endi qanday kelishini ko'rsataman. Говорить, сказать-то olasizlar. Да, мы берем глагол либо говорить, либо сказать. Плюс кому, kimga. Это уже дательный падеж, bilasizlar. И что, nimani. Ya'ni nimani kimga gapirmoq yoki kimga nimani gapirmoq. Здесь уже каких-то изменений больших не будет, да? Katta o'zgarishlar bo'lmaydi. Настоящее время. Ya'ni hozirgi zamonda sizlar говорить-ni ishlatsanglar bo'ladi. Мы помним, esimizda настоящее время это несовершенный вид bo'ladi. Ya'ni tugallanmagan shakl bo'ladi. Я говорю, ты говоришь, он, она говорит, мы говорим, вы говорите. Hamda ko'pligimiz они говорят bo'ladi. К примеру, я говорю, давайте mana shuni o'rniga винительный emas о ком yoki о чем qo'yaylik, да? Shunda to'g'ri bo'lar ekan. Ya'ni kim haqida, nima haqida предложенный падеж. Я говорю тебе об экзамене. Men senga imtihon haqida gapiryapman. Ты говоришь маме о телефоне. Sen oyingga telefon haqida gapiryapsan. Она говорит друзьям, do'stlariga о погоде. U do'stlariga ob-havo haqida gapiryapti. Мы говорим учителю о домашнем задании. Biz ustozga uyga vazifa haqida gapiryapmiz. Вы говорите мне ну, правду desanglar ham bo'ladi. То есть o'sha винительный падеж все-таки qolsa ham bo'laverar ekan. Nimani? Haqiqatni. Siz menga haqiqatni gapiryapsiz. Они говорят нам ложь. Ular bizga yolg'onni gapiryapti. То есть oxirgi ikkita so'zda винительный падеж nimani dedik. Undan oldingi misollarda u nas было nima haqida degan gap ketdi. То есть настоящее время говорить fe'lini ishlataveramiz. Теперь проходим на прошедшее время. O'tgan zamonga. Переходим на прошедшее время. O'tgan zamonga o'tamiz. Здесь у нас мужской род говорил или сказал bo'ladi. Сказал. Я сказал Анвару об Azize. Men Anvarga Aziza haqida aytdim. Yoki Aziz haqida aytdim yo Aziza haqida aytdim. Bu yerda baribir Aziz bilan Aziza ikkalasi ham предложенный haqida bo'lsa ye oladi. Женский род. Да. Вот это вот так нужно.
сказала. Мама сказала мне об экзамене. То есть oyim menga imtihon haqida aytdi. Множественное число. Так. Сказали. Мы сказали учителю правду. Ya'ni biz ustozimizga haqiqatni aytdik. Прошедшее время у нас сказал, сказала, сказали bo'ladi. И переходим на будущее время, ya'ni kelasi zamonga o'tamiz. Здесь вообще проблем нету. Kelasi zamonda ishlatishingiz uchun сказать ishlatishingiz bo'laveradi. Da, говорить ham qilsak bo'ladi, но bundan oldingi darslarda esinglarda bor bo'lsa, ko'rgan bo'lsanglar, sizlarga nima deb aytganman? Gapirishinglar uchun eng kerakli joylarni o'rgatib ketaman. Hammasini bilishinglar shart emas. Da, bilish kerak, но asosiy joylarda o'rganib olganlardan keyin я скажу, ты скажешь, он, она скажет, мы скажем, вы скажете, hamda они скажут. Да? Shunaqa holatda kelasi zamonni yaratsa bo'ladi. Говорить, сказать. Ya'ni men aytaman, sen aytasan, u aytadi, biz aytamiz, sizlar aytasizlar. К примеру, я скажу тебе об экзамене. Men senga imtihon haqida aytaman. Ты скажешь маме о телефоне. Sen oyingga telefon haqida aytasan. Он, она скажет друзьям о погоде. U do'stlariga ob-havo haqida aytadi. Так. Мы скажем учителю о домашнем задании. Biz ustozga uyga vazifa haqida aytamiz. Вы скажете мне правду. Siz menga haqiqatni aytasiz. Hamda oxirgisi они скажут нам ложь. Ular bizga yolg'onni aytadi, yolg'on gapiradi degan ma'noda ketadi. Endi теперь keyingi fe'lga o'tamiz. Это bizda говорить, поговорить fe'li. Ya'ni говорить, поговорить fe'li. Gaplashmoq, gaplashib bo'lmoq. Да, endi говорить, поговорить fe'li qanday keladi? У нас с кем bilan творительный падеж, да, творительный падеж keladi. И о ком yoki о чем. Ya'ni nima haqida, kim haqida предложенный падеж keladi. Настоящее времясini ko'rsak bo'ladi. Настоящее время. Я говорю, ты говоришь, он, она говорит, мы говорим, вы говорите, они говорят. Да? Men gaplashyapman degan ma'noda. Gapiryapman emas, gaplashyapman. Я говорю с другом о школе. Men do'stim bilan maktab haqida gapiryapman. С другом, do'stim bilan, do'st muzko'y rod om olyapti. Ты говоришь с мамой о машине. Sen oying bilan mashina haqida gapiryapsan. Mama женский род oy olyapti. Она говорит с папой о книге. Da, papa muzko'y rod, lekin женский rodga o'xshab o'zgaradi. U dadasi bilan kitob haqida gapiryapti. Мы говорим с учителем о теме. Biz ustoz bilan
mavzu haqida gapiryapmiz. Uchitel мужской род мягкий знакка tugagan, shuning uchun yem olyapti. Вы говорите с человеком, с врачом о лекарстве. Siz vrach bilan dori haqida gapiryapsiz. Они говорят с друзьями, ular do'stlari bilan ko'plikda ami, yami oladi. Они говорят с друзьями о фильме. Ular do'stlari bilan film haqida gaplashyapti. То есть это у нас было настоящее время холата. Прошедшее время. Время. Мужской род. Поговорил. Женский род. Поговорила. Хамда множественное число. Поговорили. Боларки. К примеру, Антон поговорил с папой о ноутбуке. Антон dadasi bilan noutbuk haqida gaplashib bo'ldi. Nigina поговорила с мамой о телефоне. Nigina oyisi bilan telefon haqida gaplashib bo'ldi. Я и брат поговорили с родителями о каникулах. Men va akam, biz bo'lamiz, мы gaplashib oldik. Ota-onamiz bilan ta'til haqida gaplashib oldik. Ta'til kanikuly ko'plikda bo'ladi. Kanikullar haqida, то есть предложенный падеж ko'pligi ах либо ях bo'ladi. Это у нас было прошедшее время. Bu o'tgan zamon edi. Теперь переходим на будущее время. Ya'ni kelasi zamonga o'tamiz. Но здесь будущее время не так уж сложноватое, да? Qiyin emas. Я поговорю. Men gaplashib olaman. Ты поговоришь. Sen gaplashib olasan. Она поговорит. U gaplashib oladi. Мы поговорим. Biz gaplashib olamiz. Вы поговорите. Siz gaplashib olasiz. Hamda они поговорят. Ular gaplashib oladi. Здесь так каких-то проблем нету. То есть mana ular hammasini поговорить o'tkazsangiz bo'laveradi. Я поговорю с другом в школе. Men do'stim bilan maktab haqida gaplashaman. Говорю, gaplashyapman. Поговорю, gaplashib olaman. Ты поговоришь, gaplashib olasan с мамой о машине. Она поговорит с папой о книге. Мы поговорим с учителем о теме. Вы поговорите с врачом о лекарстве. Они поговорят с друзьями о фильме. Все. Qiyin joyi yo'q. Да? Теперь следующий глагол это у нас писать, написать. Yani yozmoq, yozib bo'lmoq. Так, писать. Hamda написать fe'li bor. Xo'p, bu fe'llar qanday o'zgaradi? Как эти глаголы у нас изменяются? Во-первых, tarjimasini yozib qo'yish kerak. Yozmoq fe'li bo'ladi. И писать yoki написать плюс винительный, так, что nimani yozish, винительный падеж и qolgani ketaveradi. Ya'ni qolgani o'zingizda xayolingiz bo'yicha, o'zingizda fikrlashingiz bo'yicha, dunyoqarashingiz bo'yicha ketkisingiz bo'laveradi. Kimdir bilan bo'lsa, с кем, nimadir haqida bo'lsa, о ком, ya'ni с кем bo'lsa творительный падеж, о ком bo'lsa предложенный падеж и ketaveradi. К примеру, настоящее время. Hozirgi zamon. Я пишу, ты пишешь. Она пишет. Мы пишем. Вы пишете. Они пишут. Да? Bu настоящее время. К примеру, я пишу письмо другу. Do'stimga xat yozyapman. Другу это уже дативный падеж. Ты пишешь статью о телефоне. Sen telefon haqida
maqola yozyapsan. Он, она пишет книгу с другом. U do'sti bilan kitob yozyapti. Мы пишем диктант на уроке. Biz darsda diktant yozyapmiz. Вы пишете письмо mame в Toshkent. Siz oyingizga Toshkentga xat yozyapsiz. Просто qo'shib ketaverasiz. Они пишут сочинение в классе. Ular darsda, ya'ni sinfda ichida insho yozyapti. Таким образом можно добавлять. Qo'shimchalar to'g'ri qo'yishinglar uchun bundan oldingi darslarni ko'rib chiqish kerak bo'ladi, kanalda bor. Xo'p, прошедшее время. Так, вот это. Так сделать надо. O'tgan zaman. Мужской род написал. Женский род написала. Так, давайте вот это вот qizillarsiz qilaylik. Написала. Hamda множественное число. Вот у нас написали. Так. Анвар написал конспект. Аннора написала письмо маме. Мы написали эссе на экзамене. Bo'ldi. Написать, shunaqa oson. Будущее время. Kelasi zaman. Вот это давайте вот так сделаем. Kelasi zaman. Я напишу. Ты напишешь. Она напишет. Мы напишем. Вы напишите. Да, они напишут. Да? Xuddi shu qilib o'zgartirib chiqsangiz bo'laveradi. Va pishu bilan napishu davomi bir xil ketadi. Xo'p, 3 ta fe'l edi. Да, было 3 глагола. Это у нас говорить, сказать, gapirmoq, aytmoq, говорить, поговорить, gaplashmoq, писать, написать, yozmoq, yozib bo'lmoq. Да? И mana shu 3 ta fe'lni o'tdik. Xo'p, endi darsni ko'rib olgan bo'lsanglar, reaksiya qoldiringlar. Darsdan keyin albatta vazifalarni yozsalaring, ya'ni gap tutsalaring tekshirib beraman. Xo'p,